Tasavvur qiling, bir lahzada yer yuzidagi barcha olamlar g'oyib bo'ldi. Na urush, na kasallik, shunchaki insoniyat yo'q. Nima bo'ladi? Tega 24 soat ichida elektr stansiyalar ishlamay boshlaydi. Dunyo bo'ylab chiroqlar birin-ketin miltillaydi va so'nadi. Hech qachon bo'lmaydigan shaharlar Nyu-York yoki London mutlaq zulmatga cho'madi. Bir necha kun ichida metro tonnellari suvga to'la boshlaydi. Nasoslar o'chib qoladi. Yer osti shaharlari asta-sekin cho'kadi. Shu payt yovvoyi hayvonlar paydo bo'ladi. Avval ehtiyotkorlik bilan, keyin esa tobora dadilroq. Shovqin yo'q, signal yo'q. Faqat sukuna. Bir necha haftadan so'ng tabiat harakatga keladi. O'simliklar beton yoriqlaridan o'sib chiqadi. Lianalar binolarni o'rab oladi. Yo'llar yorilib ketadi. Biz qurgan shaharlar asta-sekin tabiatga taslim bo'la boshlaydi. Uy hayvonlari va fermadagi jonivorlar inson parvarishisiz qoladi. Ba'zilari moslashadi. Ko'pchiligi esa omon qola olmaydi. Bir oy o'tgach qarovsiz qolgan atom elektr stansiyalari haddan tashqari qizib, erib ketadi. Ba'zi hududlarga radiatsiya tarqaladi. Insoniyat yo'q, ammo uning izlari hanuz xavfli. Bir yil o'tgach, sun'iy yo'ldoshlar osmondan qulay boshlaydi. Ular atmosferaga kirishlar yonib ketadi. GPS yo'q, aloqa yo'q. Inson yaratgan barcha tarmoqlar tarakka aylanadi. Endi bir necha 10 yillarni oldinga suramiz. Havo yana toza, shaharlarni o'rmonlar yutib yuborgan. Osmono'par binolar, yashillik bilan qoplangan xarobalar, hayvonlar ilgari insonlar hukmronlik qilgan hududlarda erkin kezadi. Yer omon qoladi. Tabiat tiklanadi. Ammo bir savol qoladi. Bizsiz agar yer yuzida barcha odamlar birdaniga yo'qolib qolsa, nima bo'lardi?